Gumanitar sohada ham keyingi yillarda aloqalar mustahkamlanmoqda. Markaziy Osiyo yetakchi ayollar muloqoti va yoshlar platformasi ta'sis etildi. 2022-yildan boshlab rektorlar va olimlar forumlari o'tkazilmoqda. O'zaro madaniyat yillari, ko'rgazmalar, konsertlar va sport tadbirlari muntazam o'tkazilmoqda. Eng muhimi, qardosh xalqlarimiz bo'layotgan barcha ijobiy o'zgarishlarni o'z kundalik hayotida his etmoqda. Yangi o'tkazish punktlari ochilgani, aviaqatnovlar, temir yo'l va avtobuslar yo'nalishlari yo'lga qo'yilgani, o'zaro bordi-keldilarni bir necha bor oshirish, madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish imkonini berdi. Mintaqa mamlakatlarining umumiy sayyohlik oqimida ichki mintaqaviy turizmning ulushi 80% dan oshdi. Yaqingacha orzu bo'lib tuyulgan erkin harakatlanish, o'zaro hurmat, yaqinlik va ishonch tuyg'usi bugun amaldagi haqiqatga aylanmoqda. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.